Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun Leica servis markazimizga yana bir mijoz elektron taxiometr olib kelishdi. Elektron taxiometrimiz TS03 taxiometrimiz. Bu taxiometr ish jarayonida tushib ketgan va ko'rib turgan holatga kelgan va bu priborimiz norasmiy servis markaziga olib borishgan va u yerda shu ahvolga keltirishgan. Ya'ni ko'rib turganingizdek singan joyda klelashgan. Yaqindan ko'rsak ham bo'ladi. Klelashgan va vertikal vintimiz o'zini zavodskoy vinti emas. Va u servis markazida vint noto'g'ri qo'yilgan, fokusni yakularimiz buni ham nosoz holga keltirishgan. Ko'rib turganingizdek, norasmiy servis markaziga olib borgandan keyin shu holatga kelgan. Ya'ni to'liq sifatli servis ko'rsata olishmagan. Norasmiy servis markaziga olib borilgan taxiometrni biz sifatli original zapchastlar bilan o'rnatib beramiz va oldingi holatiga qaytaramiz. Ko'rib turgan taxiometringiz 2019-yil bizdan xarid qilingan va hech qanaqa shu paytgacha servis markazimizga servis uchun olib kelinmagan. Bu esa o'lchash davomida xatoliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu bois bizdan olingan priborlarni, ya'ni taxiometrlarni har yili hech bo'lmaganda olib kelib, texnik ko'rikdan o'tkazishingizni tavsiya qilib qolardik.